Sizlarning soha yosh tanlaydimi, tanlamaydimi? Yosh tanlamaydi. Imенно plyonka sohasi. Yosh tanlamaydi umuman. Necha yoshdan boshlasa bo'ladi? Necha yoshgacha? 12 yoshda boshlasa bo'ladi. 12 yoshdan xohlasa 50 yoshli, 60 yoshli odam eplay oladimi? Eplaydi. Odamlar bo'yi uzun bo'lishi kerakmi yoki yo'q? Dangasa bo'lmasa, bo'lishi kerak. Ha, bo'yi ahamiyati yo'q, to'g'rimi? Yo'q, uzunroq bo'lishi kerak, qo'l yetishi kerak. Onlayn o'rgatsak nima deysizlar? Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Aniq aytaylik, biroz. Onlayn o'rgatsak bo'ladi. Eplay olaysizlar, to'g'rimi? Yo'q, sizlar eplashinglar ham mayli, odamni o'zlashtirsa, u narsa qo'ldan keladimi keyin shu onlayndan o'rganib? 100% keladi. Даже ko'rib turib ham o'rganadi, biroq gapirishi ham shart emas. Onlayn o'rganib, keyin praktikani Xuddi shu gapni aytmoqchiman. Onlayn o'rganib, keyin praktikani mana shu yerda topshirsa, sertifikatni olib ketsa ham bo'ladi. ha, mana shu narsani yo'lga qo'ysak nima deysizlar? Zo'r bo'ladi. Zo'r. Endi bizani ko'rayotganlar nima deydi? Uni Kommentariyada o'sha kommentariy direktga yozish